Assalomu alaykum azizlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Payg'ambar shahri haqidagi boblar boshlangandan keyinlam o'qib oxirini o'qig'im kelib o'qiyveribman. Adamning ichi bek etishidi. 10-bobdan boshlaylik. Qum bosgan shahar romani 10-bob. Bad niyatlarga eshik ochma. Oz kun o'tmayla shaharning kundalik hayot asliga keldi. Bu shaharning odamlari haqiqatan shunchalik beg'am ediki, ular o'z ish ovqatlari bilan bo'lib ketib, texi yaqinda bu yerda bo'lgan malamonchilikni, yo'qolib ketgan yantoq oqsoqolni unutib qolishdi. Shahar maydonlari ilgirgidek savdo setiq bilan qizib turadi. Har kuni yana bazmichilarning nag'malari uzilmay davom qiladi. Nag'ma navo ichida usulchilar o'zlarini har tarafga tashlashadi. Hofizlar o'zini unutgan holda tugamas naqshlarini tovlaydi. Kishini mast qiladigan bu shavqin ichida dushman nima, jang nima, hayot nima, mamat nima, hammasi unutiladi. Payg'ambar shahardan qochib chiqqan lashkarlar oqsoqol yantoqni 3 cho'ng o'g'li bilan qo'shib Quyoshdan ulug' shohning poytaxtiga yo'lab kelishdi. Shalang soqol lashkar beshi yetib kelgan kunila o'zini ozroq tuzashtirib o'rniga bordi va darhol shohning qabul qilishiga erishdi. Lashkar beshi Payg'ambar shaharda bo'lgan ishlarni shohga qaysi tariqada bayon qildi. Shoh uningga nim dedi, bu taraf kishilarga qarang'u. Ammo o'rdida xon lashkarlarining nurg'un qurbonlarni berib, Iroqdagi Payg'ambar shahri deydigan ajoyib bir shaharni qo'lga kirgizganligi, shahar o'zining atrofidagi keng zamini bilan podshohlik tavalligiga o'tganligi, g'alba nishoni uchun yangilgan shaharning cho'ng oqsoqoli poytaxtga yo'lab kelinganligi to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Ikkinchi yili shoh Payg'ambar shahriga chiroyidan mug'ambar kulgisi ketmaydigan, yavash yumshoq hokimdan birini avatdi. Yangi hokim bir muncha yasovul va qo'g'dug'chilarini elib hech qanday dag'dug'sizlar shaharga yetib kelib, shahar chetidagi bir saroyga o'rnashdi. Yana bir 2 kundan keyin u shaharning mo'tabarlarini yig'ib, ularga o'zining xonliqdan bergan yorliqni ko'rsatdi. Bu yorliqqa yana yantoq oqsoqolning bir parcha xitimi qo'shimcha qilingan edi. Oqsoqol o'zining bu shaxsiy maktubida poytaxtda Quyoshdan ulug' shohning iltifotiga muyassar bo'lib, nihoyat obdan turayotganligi, o'zining yashnab qolganligini nazarga olib, shaharni boshqarishga yangi hokim tayinlanganligi va fuqarolarning amonligini saqlash uchun yasovullar avatilganligi, shahar fuqarolarining yangi hokimga bo'ysunib, ularning xarajat uchun talab qilingan boy siyliqlarni vaqtida topshirish lozimligi haqida yozgan va xatning oxiriga o'zining shahar mo'tvarlariga tonish muhrini bosgan edi. Bu xatga yantoq oqsoqolning muhri qandoq majburlashda ostida besilganligi noma'lum edi. Shahar cho'nglarining ko'nglidan har xil gumon kechgan bo'lsa-mu, yantoq oqsoqolning hurmati uchun yangi hokim va uning lashkarlarini vaqtliq turgan o'rnidan yutkab, shahar ichidagi bir katta qo'rg'onga o'rnashtirdi. Shahar fuqarolari yangi hokim va uning lashkarlariga xuddi bu shaharga har kuni kelib ketib turadigan o'tkinchilar, yoq yurtlardan kelib panohlanayotgan musofirlarga o'xshashli muomala qiladi. Qiladigan ishi bo'lmaganlikdan lashkarlar har kuni bekorchilikdan bozor orlab qiziqchilik ko'rib yurishadi. Chunki bu yerda xalqni tartibga chaqirishning, ularni bir ishga tashkillashning zaruriyati yo'q edi. Ular shundoq lashkarsiz, beglarsiz yashab o'rganib ketgan edi. Har kim o'z ishini tepib qilaveradi. Ba'zilar ko'chalarda onda-sonda uchrab turadigan lashkarlarni sharatlab, bir-biridan so'rashadi. Munu bekorlarga aylab yurganlar kim o'zi? Kimdaydi aytavur cho'ng bir podshohlikning lashkarlari emish. Ular bu yerda nima ish qildi ekan? Aplab-saplab kun o'tkazib qo'saq boqadi shu. Tilamchilar bilan o'xshash. Tova, umrimda men mundaq qilich asqan tilamchilarni ko'rmagan ekanman. Har holda ba'zilar bu lashkarlarning o'tgan yili bu yerga kelib, shaharni bulang-talang qilmoqchi bo'lishgan qor niyatlar bilan bir odam ekanligini bilib qolgan edi. Ular bu lashkarlarga yana oqko'nglik bilan chaqchaq qiladi. "Ey birodar, deydi to'mirchi oldi uchirgan lashkarning dulisi urib turib. Sizlarning yiliq chaqda kelgan lashkarlaringlarni qandoq baplig'inimizni sen bilmaysan, aqchon. Hoy, u chaqda ajoyib bir qiziqchiliklar bo'lgan edi. Bu rasvochilikni sen anglagan bo'lsang, bu yerda oyoq bosmas eding", deydi moy küplarining yenida turgan juvozchi. Lashkar boshliqlaring ishtinning tushib qolg'ini qaramay qochgan. "Oy musofir", deb chaqiradi yana biraylan. "Sening shoyingga nima yetishmaysan boyqushlarni shuncha yiroq yerlarga avatidi? Aqchon o'z yurtingda bola chaqa uy makoning borda". Yangi hokimni shahar boylari hurmat yusidan pat-pat mehmonga chaqirib, uning sovg'alarni berib turadi. Bu yangi hokim chiroyidan kulki ketmaydigan, jahonning raptoriga beqib ish ko'rishni biladigan odam edi.
U Beg'amlar shahrining o'z shohiy hukmronligida ekanligini bildirish uchun bu yerda bir amaldor sifatida turib bersa bo'lganligini tushunadi. Shunglashqa u boshqalarga o'shiqcha qarshilik qilmaydi. O'ziga puxta bo'lib, yanchiqini dunyoga to'ldirib, jinini beqish yo'lini tanlab olgan edi. U pat-pat o'z ishlaridan xalqqa ma'lumotnoma yo'llab turadi. Mən bu şəhərni məscid, xanaqalar bilan to'ldirib, şəhərning arzimas puhralarini ulug' va shavkatli shohimiz bilan Allohdan boshqa hech kimni yodlatmaydigan qildim, deb yozatdi hokim podshohga yo'llab turadigan navbatdagi ma'lumotlarning birida. İmamlar har kuni namozlarda o'zlariga yumshoq po'shkal yeyish fursati yaratib bergan quyoshdan ulug' shohimizni ko'kka ko'tarib maqtaydigan bo'ldi. Hozir bu yerdagi xanaqa, mazarlarda zikr suhbat, talqinlar shunchalik qizib ketadiki, har juma kuni qancha oshiqlar esidan ketadi. Udul jahannamga safar qiladi. Masjidlarda jamoat Qur'ondagi haqiqatlar ustida bahs munozir qilishib, bir-birining yoqasini siqishadi. Ularning podsholarning ishlaridan qusur tepishga vaqti yo'q. Ko'ngli shaytonning vasvasidan tamoman yiroq. Bu hokim Beg'amlar shahridan ketadigan chog'da 10 necha harvini oltin, kumush, qimmatlik baholiq mollarga to'ldirib izzati bilan ketib oldi. Uning o'rniga almashib kelgan ikkinchi hokim boshqacharak odam chiqib qoldi. U Beg'amlar shahrida hukm surayotgan qoida nizom bosh-boshdoqlarga zodi chidab tura olmadi. Bu sodasi yiqib turgan shuncha cho'ng shahar bo'lsin, xalqqa basiylik topshirmasin, odamlar podshoni tunmasin. Bu qanday xalit ish, deb azoblanadi. Hokim shahar mo'tvarlarini oldiga chaqirdi. Bu shahar xalqqa vaqt qaraldi basiylik topshirib turish kerak, dedi hokim. Ya'ni masalan, har bir dehqon olgan usulning 3dan birini, kasblar kirimining naq yarmini. Nima deding? Dedi biraylan. Kasblar kirgan kirimining yarmini sana bas o'zi nima yeydi? O'zi qolgan yarmini yeydi. Boshqa shaharlarda texi buningdan ko'proq topshirishadi. Savdogarlar har kunlik savdosining 7dan 4 qismini, deb so'zini davom qildi hokim. Gap bu yerga kelganda o'ltirgan mo'tvarlarning hammasi ko'tildishib ketdi. Chunki ular savdo tijorati bilan haplashadiganlar edi. Bu gapcha savdogarlar qilgan kirimining 20dan ko'proqini topshirish kerakmi? Yana usulchi xonimlar, sozandilar, qimorbaz, o'g'ri deganlarmi bor? Ularmi topqinning hammasini basi bo'ladi. Imom Mazin, Tulxotun, yetim o'g'il divonlar qoldi-ku, dedi biraylan masxara aralash kirib. Bekorchilarchu, dedi yana biri. Shundoq podshohlik xazinaga siyliq topshirmaydigan bir odam qolmasa kerak, dedi hokim. Sizlarning bu boy siyliqlarni bizga yig'ib berish majburiyatinglar bor. Shahar mo'tvarlari hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Ular hozirgacha hech kimdan mundaq buyruq talaffuzlik so'zlarni anglab boqmagan edi. Hurmatli hokim, dedi mo'tvarlar. Bizning har birimizning o'z tirikchiligimiz, ish o'qitimiz bor. Boy siyliq lozim bo'lsa, o'zing chiqib shig'ib ol. Shundoq, dedi-da mo'tvarlar durida o'rnidan turib chiqib ketishdi. Hokim tirikkinidan o'zining go'shini o'zi yeb, uyning ichida peqirg'ini chiqib qoldi. Oxiri u siyliq yig'ishga o'z lashkarlarini chiqarishga majbur bo'ldi. Siyliq yiqilib chiqqan lashkarlarni bozorda kishilar har xil gaplar bilan hazil qiladi. Boy siyliq deganing nima u? Deb so'raydi biri. Xo'sh, sen bu narsalarni kim uchun yig'moqchi? Deb so'raydi ikkinchisi. Podshoh uchun, deydi lashkarlar. Ajab, ha, deydi ular. U podshoh bo'lsin, yana bizdek oddiy sitqishlardan bir narsa yig'sin. Shuning qaraganda podshohing nomrat dadam o'xshamamdi. Bola chaqsi ko'pmi-ya? Qachon o'zi bir ish deb qilmaydigan yalqov degina. Chekemdi-ya. Suchiq chiqqan bir qimovoz o'xshaydi. Undaq odamga pul yig'aman deb avorumma. Yig'ib papag'iningni bir kechada utilib tugutdi. Atsi yana sizlarni ko'chiq chiqarib qo'ydi. Menga bara podshohingda, deydi ba'zilar. Uningga bir narsa kerak bo'lsa o'zi kelsin. Lashkarlar ulug' shohning sha'niga aytilayotgan mundaq haqoratli gaplarni anglab, qo'rqindan titrashib ketadi. Nima balam? Podshohimizning sonsiz saroylari, shu saroylarda turadigan yuzlab sohibjamol xotinlari bor. Shularning hammasini beqishga pul lozim-da, deb tushundirdi bir kuni lashkar. Bu gap bozordagilarning texnik kulgisini qo'zg'adi. Podshohing ketsa shu saroylarning hammasida bir o'zi qo'nib chiqamdi, dedi biri. U bir vaqtga qanchalik tomoq yeydi, deb so'radi ikkinchisi. Xotinlarining hammasiga o'zi yetishib ketamdi yoki alag'in rao deyishamdi, dedi uchinchisi.
Bozorda qattiq kulki cho'qqan ko'tarildi. Bu gaplarni anglab shu yer turgan lashkarlarning o'zim qo'shilib kulib ketishdi. Lashkarlarning bechora holatiga qarab savdogarlarning sal ko'ngli ilib qoldi-da. Al qani, dukkaningizga kirib mollarimizni xohlaganingni al. Podshoyingmi o'zingmi al, podshoyingga deb qo'y. Albatta bizning bolchaqlarimizning bu dunyoligi, ota-bobomizning u dunyolik uchun duo qilib qo'ysin. Hayron bo'lib qaraysan-ku. Bizning bu yerda bekorga bir nima olgan odam mol egisi uchun jazman duo qilish kerak, deyishdi. Hokim lashkarlar yig'ib kelgan dunyoning nihoyat oz bir qismini shohga mang'izib, qolganini o'zining xususiy hisobiga yozadi. Shundoq bo'lsa-mu, uning ichi alamdan o'rtinib, oromsizlanadi. Chunki uni bu yerda hech kimni ko'zga ilib qo'ymaydi. Kishilarning nazarida u ko'chaga chiqib, sadaqa yiqquvchilarning boshlig'i edi xolos. Hurmatli shoh deb yozadi u podshohga yezib turgan maktublarini davomlashtirib. Ömrümdə mən mundaq saranglar bilan to'lgan shaharni ko'rgan emasman. Bu yerning puhrolari xuddi yovvoyi hayvonning o'zi. Bu shahardagi to'qchilik, bayoshatchilik odamlarni shunchalik aki qilayotganki, ular adab qoidani bilmaydi. Na podshoh, na hokimni tonimaydi. Saranglar ichida yurib, o'zimni sarang bo'lay deb qoldim. Xuddi hammasining ichiga shayton kirib qidiqlayotgandek uchirg'anni masxir qilib kulgan. Men ularning ustidagi boy siyliqlarni silab oshirib etdim. Yuzlab josuslarni ularning orasiga qo'yib etdim. Beg'amlar shahrining yana bir tarafida kangri ketgan ochiqchilik bor edi. Ochiqchilikning chetini qirg'oqlarga to'lib suv oqadigan bir o'stan kesib o'tadi. Loyiq oqadigan suv yog'och ko'riklar ostidan o'tganda qisilib bujg'unlar chachirtib kuchlik guruldaydi. O'stan yoqasidagi qaysi bir zamonlarda kimlar tarafidan tikib qo'yilgan qadimiy sugatlar Majnun tollar o'z atrofiga quyuq soy tashlaydi. Kun namoz degandan o'tganda bozorning vangchungidan issiqdan qochgan odamlar horg'inlik bilan qadam ilib bu yerga qarab oqatdi-da, o'stan bo'yidagi yumshoq qumga kelib o'zini tashlaydi. Xo'rjillarini beshi qo'yib, ko'zini yumib bardoqini chiqaradi. Sugatlarning salqin soyisi, o'stan suyidan urilayotgan salqin shamol ularga orom baxsh etadi. Bu yerning qumlari shunchalik yumshoq va toza ediki, hech kimning kiyim-kechkida dog' qoldirmaydi. O'stanga qartib silingan oshxonalarning o'choqlarida lovuldab o't ko'yatdi. U yerdan issiq non, qizirib pishgan samsi parmuda, go'sht girdilarning dori darmonga to'yingan o'tkir puruqi keladi. Do'konlar oldiga esilgan chiroyli qafaslarda qushlar sayrashadi. Kabob va har xil qo'rimalarning mazzilik puruqi o'stan bo'yining salqin havosiga singishib, kishining ishtahasini g'idiqlaydi. Tam turistlarini qop-qora qurum bog'lab ketgan oshxonalarda qistilib terlab o'tirib tamoqlangan xaridorlar yana o'stan bo'yiga qaytib chiqib, muzdek suvda yuzlarini yuvib, peshlariga yetishadi. Ba'zi chog'larda qaysi bir yo'g'on sugatning soyasiga nurg'un odamlar to'plashib qolgan bo'ladi. O'tkir tar puroqlar chiqib turgan kishilar to'pini yerib oldiga o'tgan kishi u yerda nag'machilarning nag'ma qilayotganligini yoki bo'lmasa qandoqdir bir hindi sehrgari yoki sharq serikchilarining o'yin ko'rsatayotganligini ko'radi. Serikchilar inchik tanalar ustida orqacha mangadi. Tik xodalarga maymundek chaqqonlik bilan yamishib chiqib, havoda mullaq etishadi. Sergarlar og'zidan birda suv, birda o't chiqarib purkishadi. Odamning kallasini elib parchalab, qopqa selib, yana birdamda tirildirib chiqarib qarab turganlarning ko'zini oldi chekman qilib o'tadi. Odamlarni hammadan bek jalb qildig'ini maddohlarning so'rini edi. Shu zamonlarda nurg'un ulamolar chiqib, ilm-fan haqida ajoyib kitoblarni yozgan bo'lsa-mu, uni o'qib tushunadigan odamlar oz bo'lg'achqa, yanala bu dunyoni afsonaviy tasavvurlar bilan rang berib ko'rsatadigan g'alati rivoyatlar, ajoyib g'aroyib voqealar haqidagi to'qilmalarning bozori eng ittik edi. Qandaqdir Yajuji Majuji, 7 boshliq yalmavuz, 41 xilga o'zgaradigan jodugar, sirliq ko'yiqab, jin shoyatonlar to'g'risidagi hikoyalar bilan maddohlar kishilarning aqlini o'g'irlab tang qoldiradi. Bugunmi bu maydon odamlar bilan to'lgan edi. Ishkini yetlab olgan Jahonkazda supurga, sehrgarlar, nag'machilar qatoridan o'tib, bir maddoh atrofiga o'lashgan to'pning yeniga kelganda to'xtab qoldi. Maddohning so'zlayotgan hikoyasi uning diqqatini tortgan edi. U asta-asta maddoh yeniga yaqinlashdi. Shundaq qilib, beliq podshoh o'zining qochirib qo'ygan qarchig'isini qo'g'la o'zi bilan billa o'g'i chiqqan amrolaridan yiroqlab ketib qopti, deb hikoyasini davom qildi maddoh. Havoda uchib ketayotgan qarchig'a bir chog'da asta-asta tuvallab, bir bog'ning ichidagi egiz o'sgan omutning shoxiga kelib qo'nibdi.
Padişah öz ömrüdە mundaq həşəmətlik çoğ bağını kömügən ikən, ətrap ketken qumluq, köz yetməs dəşti çöl, bu bağ bu yerге qandaq bina bop qaldı? Nemişqə mən şu güngüçü bu bağını kömüdüm? Dep oylap hayran boptu padişah. Bu bağның hatta qoruq tamlarımı yoq ikən. Şah bağına aylanıp, bağının o'ttirisiga bir uyning oldiga kelib atdan tushibdi va "Ay, bu bağning egisi kim?" deb baqiribdi. Şahning oldiga bir sohib Jamol qiz chiqibdi. "Assalomu alaykum, Xudo yetkizgan mehmon, nima hajatingiz bor ekan?" deb so'rabdi qiz. Şah o'zining o'rdisida o'nlab xotin, yuzlab kenizaklarni tutib olgan bo'lsa-mu, umrida bu qizdek go'zalni ko'rib boqmagan ekan. Uning hayronligi texim eshibdi. "Men çölge oğu çıqqan bir ovchi edim. Qarchig'amni qochirib qo'ydim. Uni qo'g'lashmoq yerga kelib qoldim. Qarchig'a ana ovu omid shixi qo'nib turibdi. Ruxsat qilsangiz kirib qarchig'amni tutib olsam" debdi Shah. "Atamdan so'rab boqay" deb orqasiga yetibdi qiz. Yenibdi qiz. Qizning otasi kelgan mehmonni uyining penjerasidan ko'rib turgan ekan. Oppoq soqolliq bu bog'van mehmonning kiyim-kechak mingan itidilla odatdagi odam emasligini pamlabdi-da, mehmonning oldiga chiqib salomlashibdi. "Qani qizim, mehmonni boqa boshla. Qarchig'isini tutib olsin" debdi bog'van. Shah igiz omutqa ming bir halakchilik yamishib chiqib qarchig'isini tutib chupdi. Mehmonning targi cho'mib ketganligini ko'rgan bog'van, "Qizim, mehmon charchab ketdi. Anar sharbati bering" debdi. Qiz baqqa kirib bir tal anar uzib chiqib, siqqan ekan liq bir opqir sharbat chiqibdi. Shah sharbatni ichib to'la mo'zirlanibdi va "Ajab Shah turib, mening ilkimda mundaq cho'ng bog' yo'q. Bog'larimdagi anarmi mundaq sharbatlik emas" deb o'yga tushibdi. Shah ordisi qaytib kelib, bu ishni o'ylab hasratda o'rtinibdi. Oxiri lashkarlarini elib baqqa kelib, heliqi mo'ysifitni qayta oldiga chaqirtibdi. Bog'van buvay chiqib qarsa, o'tgan qatim baqqa kelib, anar sharbati ichib ketgan ovchi podshohlik tojini kiyib ot ustida o'ltirg'idek, alpozimi nihoyat qo'rqinchli turg'idek. "Xo'sh, shoyim, menda nima savatlik o'tdikin?" deb tiz cho'kibdi bog'van. "Sening podshohlik ziminlarni xohlagancha egallab, mundaq katta bog' qilishing ig'ir gunoh. Hozirdan boshlab bu bog' mening ilkimga o'tadi" debdi Shah. Shunda qilib Shah bog'van buvayning ota bovsidan tortib, halol emgiki bilan bino qilgan beg'ini tortib olibdi. Bog'vanning qizni xotinlik elib, o'zini chakarlar qatorida boqqa qarash qo'yibdi. Bir kun Shah yana o'g'i chiqib, atrofni orlab, heliqi boqqa kelib qopdi. Bog'van buvayni chaqirtib, anar sharbati chiqarishga, buvay 10 necha tal anarni uzib chiqib siqqan ekan, sharbati bir opqurnim to'ldiramabdi. Podshoh sharbatni ichib ko'rgan ekan, ta'min nihoyat mazsiz debdi. "Acaba" debdi hayron bu podshoh. O'tganda bir tal anardan liqmiliq bir opqur sharbat siqqan. Uning ta'mi nihoyat lazzatli edi. Bu qitim nemishqa 10 necha tal anardan bir opqurm sharbat chiqmaydi, hamda bu sharbatning ta'mi nimon chiqiriq? O'tgan qitimda debdi bog'van buvay. "Sening niyating xolis edi. Shunga anardimi sharbat ko'p chiqqan. Ta'mimi og'zingga tetigan. Shu qitimqi sharbatni ichib bilan niyating buzildi. Shunga bu qitim sharbatmi oz chiqdi. Ta'mimi o'zingni rozi qilolmadi. Hamma ish niyatga beqib bo'ladi." Bu gapni anglab g'azabga kelgan podshoh, "Bu adabsiz qirning kallasini ilinglar" deb vaqirabdi. Jallodlar buvayning kallasini opdi. Qip-qizil qonlar qochidan tugilgan anar sharbatiga qitilib, yerga singib ketibdi. Maddah so'zlab shu yerga kelganda kimdir bir vaqirab uning so'zini bo'libdi. "Hoy, sen nima odamsan? Gapingni to'xtat." Maddah so'zni berilib tingshayotganlar. Maddahning so'zini berilib tingshayotganlar ixtiyorsiz burilib orqaga qarashdi. Topning orqasida yangi hokim g'azabdan yerilg'udek bo'lib devaylab turadi. U lashkarni agashtirib, kishilar to'pini yerib o'tib, Maddahning oldiga kelib to'xtadi-da, uni kanidan oldi. "Men seni nima odamsan da'vataman" deb silkidi u Maddahni. Jug'i kichik Maddah hayron bo'lganicha yordam so'ragandek qilib atrofiga qaradi. "Birodar, buning kanini mundaq qattiq siqma" deb hokimning qo'lini tortib supurgan. "Sen o'zing kim bo'lasan? O'zing kim bo'lsan dedingmi?" dedi hokim Maddahning gildan qo'lini ajratib, supurgi go'laygini chiqarib. "Mening kimligimni texi bilmamsan? Men mushu shaharning xonliqdan belgilangan hokim bo'laman. Sen kim bo'lasan?" "Men ota buvamdan tortib mushu shaharda tug'ilib cho'ng bo'lgan jahongezdi supurgi bo'laman. Janobi hokim, sen hokim turib nimishqa birovning gilini behuda siqsan? Sen uning nima deb qutratqiliq qilayotganini anglamadingmi?" "Qutratqiliq emas, janobi hokim. U kishilarga uzoq o'tmishda bo'lgan ishlarni hikoya qilib beryotidi. Bizning bu maydonda bundaq ajoyib hikoyalar har kuni qancha so'zlandi? Hikoya" deb ochiq kuldi hokim. "Uning nima demoqchi bo'layotganligini meni bilmaydi demsan?" "Men boshqalarning zitig'idagidek nima demoqchi bo'ptiman" dedi Maddah so'z qistirib. "Sen bu yerda allaqandoq bir afsonalarni to'qib, afsona emas, hokim, mana ko'pni ko'rgan supurgi aytdi-ku. Bu qadimiy ishlar so'zlangan bir hikoya.
Xo'sh, o hikoyam bo'lsin. Shu hikoyangning ma'nosi nima? Ma'nosi nima deb tushuntirishni bilmay turib qoldi menda. Ma'nosi bir niyatlarga oldirab ishga ochma. Mana naq tilingdan tutilding. Shu qamlashmagan hikoya cho'chaklaring bilan sen beg'amlar shahri bir timi yo'q bog' edi. Bu bog'ni yat bir podshohlik yutib olmoqchi demoqchisan. Bog'langlar bu mendahni. Ovu jahon kezi degan makoni yo'q, sayoqni qo'shib bog'la. G'ovg'ani anglab bu maydondagi butun xaloyiq bu yerga to'plashgan edi. Lashkarlar maddah bilan supurgini bog'lamoqchi bo'lib menishi bilanlar xalq tavrab ketdi. Voy qo'lingni tortish, bizning supurgini nima deb bog'lovdeksan? Maddahda nima guna? Ular sizlarni ozdirg'uchilar, sizlarni podshohga qarshi quturatmoqchi dedi hokim. Tutib bog'lansin. Maddaning xorjin chorlarini maddahning xorjin chorlarini musodir qilinglar. Ovuning ishki man qolsin. Uringlar dedi bir nechalar tanglar. Bu nerdan kelib qolgan nimalar bu o'zi? Bu hakim degani kim o'zi? Ur munofiqlarni. Shuning bilan dahshatli qalaymanchilik boshlanib ketdi. Lashkarlar qilichlarini yalang'ochlab bo'g'icha chamma kesak ostida qoldi. Hash-pashdigicha hokimning bosh ko'zi yerildi. Atrofdagi oshxonalardan oshpazlar sopliq cho'mich, go'sht to'g'raydigan qo'ng'iroqlarni ko'tarib chiqib, to'pqa qarab yugurishdi. Ushshaq bolalar qiziqchilik ko'rish uchun atrofga o'lishib, o'stan bo'yidagi sugatlarga yomishadi. Atrofga bog'lab qo'yilgan eshaklar hangrab, tugilab pishqurib, malomanchilik texmi avj oldi. Lashkarlar odamlarning oyoq ostidan o'miligini chiqib, uttur kelgan tarafga qarab qaytishdi. Bu bab mishada oxirlashdi. Hammalarga rahmat. Davomini davomli o'qiymiz.